Menga bunaqa soliqchilar kerak emas. Bu nima qani degan 403 ta kichik tadbirkor ro'yxati olinib 519 ta yopilsa, bu nima? Qanday qilib odamlarni boqamiz endi? Kim buni ko'ndalam qo'yyapti? Hisoblarga yozdirib olsangiz 90 ming ishsiz bor. Bu hali biz bilganimiz. O'zi bu 190 ming kamida. Yo 290 ming. Aniqrog'i. Undan ham aniqrog'i 400 ming. 3 yil ishlamasdan to'rt etajli uy qurasan hamma, 20 ta mashina olasiz. Hamma huquq beryapman, uylar qurib beryapmiz, oyligini ko'paytirib beryapmiz. Mashinangni hammangni qilib berdim. Nima qilishim kerak men ham? It azobida bir hokimni birov bir tinga olmay qo'ygan edi. Kichkina kuchigan vovullardi. Alloh krishovat qiladi. Tanish bilishidan xolagan soliqni olmaydi, bo'lmagandan ko'proq oladi, adolatsizlik qiladi. Mana bundaqa bo'lyapti hamma. Agar adolatli hammasi joy-joyiga pulni qo'ysa, bizni zabardast mehnatkash xalqimiz adolat bo'lsa 2 karra ko'p ishlaydi. Bizda unday emas. Tanish bilish emas. Hamma soliq 40 ta soliqchi bo'lsa, bitta rayonda ya shaharda nechta soliqchi bor? Shaharda nechta soliqchi bor deyapman. Shaharda 120 ta soliqchi. Mana 120 tani 10 tadan krishasi bor. Tamam. Bir haftada 1 kilo go'sht olib kelib beradi. 1 kilo balo olib kelib beradi, batar olib kelib beradi, bolasiga qaraydi, enasiga qaraydi, ammasiga qaraydi. Davlatning byudjetiga qaramaydi. U keyin ko'zini yumadi, ko'z yumuq. Kar eshitmaydi davlat. Davlatni eshitmaydi. U ko'ziga haligi xudoda ko'rinadi, tavba deyish kerak. Mana shunday bo'lyapti-da. 120 ta bizdelnik nima qo'yibdi shaharda. Shuning uchun hammangni qisqartiraman men. Mana hozir poложение chiqarib turibman. Menga bunaqa soliqchilar kerak emas. Hammang mana agar adolat bo'lsa, mana birinchi muavin aytish kerak. Mana soliqchi 21 oyda 25 kun nima ish qiladi? 5 kun soliq yig'adi, 25 kunchi. Nima qilasan 25 kun? Agar men bo'lsa, men har safar mana orqasidan odam qo'yaman. Har safar qayerda ishlamasam, qani soat 9 da kelasan ishga, nima qilasan? Namangan viloyatini rayon hokimini bir kun bosh vazir bo'lib ishlab yurganimda orqasidan va hokazo bizda hamma kerakli texnikalarimiz bor. Soat 10 da ishga boradi, 12:30 da keladi. 12:30dan 15 dakika birda chiqib uyga kirib ketib 5 ga ishxonaga keladi, 5 dan 8:30 uyga keladi. Bo'ldi. Har kuni shu. Sizlarchi mana idoraga keldilaring. Nima uchun birinchi muavin o'zingni qiynamaysan? Nima uchun qiynamaysan? Nimaga har bittasini borib tekshirmaysan? Nimaga o'zing borib monitoring qilmaysan? Qani byudjetni puli? Hamma kistaga ketyapti. 3 yil ishlamasdan to'rt etajli uy qurasan hamma, 20 ta mashina olasan. Qayerdan nima? Oylikdan olasanmi? Sal insofli bo'lgin, o'g'ri bo'l, insofli bo'lsa. Kim bu gaplarni aytadi? Hech kim, hech qachon yuraveramiz qarsakcha olib. Shu vaqtgacha qarsakcha olib keldik. Men seni sinayman, Jamshidni varashi. Bir oy sinov mana unga. Soliq bankiri to'g'risida meni fikrim qog'ozda paka yaxshi, bilmayman adolatda qanday, hayotda adolatlimi yo'qmi bilmayman. Va menda hamma yozuvlar bor. Har bir soliq to'g'risida ko'rasizlar. Yaqinda men ketgandan keyin bosh prokuror keladi, soliq keladi, militsiya sherda odamlarni ishdan olamiz. Bunday odamlar bilan biz ishlanmaymiz. Men necha marta aytayapman. Bo'ldi endi, o'tgan kunga o'tdi endi. Endi sadoqat, faqat mehnat, adolat. Bizni xalq boqib oladi, poraxo'r bo'lmasa kerak. Davlat idora rahbarlarim deyapman. Bu gaplar hammaga tegishli. 3 kun qolasizda menda zapislar bor, qaysi soliq qandayligi, hozir men keyin o'qib beraman. Kerak bo'lsa 100% hammasi ishdan olib tashlab, sadoqatli, menga tajribasi kerak emas. Menga yosh bo'lsa ham o'zini qiynab sadoqatli davlat amalini olib sadoqat bilan ishlasa bo'ldi. Tajriba kerak emas. Tajriba o'rgataman men. O'zim o'rgataman. Menga sadoqat kerak. Tamam, o'zini qiynayotgan Farg'onani yaxshi ko'rayotgan odam kerak menga. Zokir uy olmaysanmi? Ha? Odamlarga nima deyishim kerak men 1 yilda? Siz oylik to'lamay turing, men sizga oylik to'lamayman 67% deb turaymi? Men nimaga Toshkentdan berishim kerak senga? Sen rayoning bajarmasa. Nimaga Toshkentdan oylik berishim kerak? Nimaga odamlarga borib aytmaysan? Meni qo'limdan kelmayapti. Iqtisod bo'yim o'rinbosarim, men Quva rayoni bo'lib sharmanda bo'layapman. Aytinglar odamlarga. G'odda yurasan-ku hamma. G'odda ishda hammang birinchi o'rindasan. Pastda yuringlar, sal ishlatkim bularni. Salgina dalada yurmasdan kechirasan. Mana dalaga yurish uchun men oylik beryapman. 40% ga paxtani narxini ko'tartirdim. 40% ga. Sen ham juda ko'p yillik hokimsan. Qachon bunaqa bo'lgan? U 40% pul ko'chada yotgan yo'q, trillion pul. Men o'zim bilaman qayerdan topish, qanday azobligini. 2 million bo'ldi shu. 2 millionga bordi bir tonna paxta. Bunaqasi bo'lgan emas.
ne'matda rahmat. Hammasi xalqimiz Xo'sh, rahmat. Qani, o'zingni boq. tushundi. Boq o'zingni. Kechalari o'ylanglar, mazgavoy shturm qilinglar, iqtisodni o'rganinglar sargina, o'zlaringga sal hamma huquq beryapman. Uylar qurib beryapmiz, oyligini ko'paytirib beryapmiz. Mashinangni hammangni qilib berdim. Nima qilishim kerak men yana? It azobida bir hokimni birov bir tinga olmay qo'ygan edi. Kichkina kuchigan vovullardi. Hammani kuchi kimga yetardi? Hokimga yetardi. O'tirib olib jamshidlarni olish. Mana birinchi marta mana u noinsofligingizni ishlatib, mana solig'ingizni ishlatib, bankirni ishlatib, menga 2 kunda protokol. Nima bo'ladi? Qanday harakat qilamiz? Nimadan boshlaymiz? Nima qilaylikki, shu iqtisodiyotimizni barqaror qilib oyoqqa turg'izaylik. Olam Guliston. Imkon bor Farg'onada. Odamlar ishlatish kerak. Ishlatish kerak. Izlanish kerak. O'tiringlar, viloyatda qariyb 90 mingta ishsiz bor. Mana Athamil Hamish 90 ming. Mana tadbirkor 90 ming ish. Har bitta mana ular yozdirsangiz, noinsoflarga yozdirib olsangiz 90 ming ishsiz bor. Bu hali biz bilganimiz. O'zi bu 190 ming kamida. Yo 290 ming. Aniqrog'i. Undan ham aniqrog'i 400 ming. Acha statistikani joyiga qo'yaylik. Ana shuni hammasiga yozdirganingizda bugun mana qolasizlar, yozdirib, chora tadbirlarni qilib, shoshilmasdan hammasiga aytasiz. Yo ishla, yo ketasan. Tushunarli. Hozir subvensiyadan chiqarish bo'yicha ham hurmatli Shavkat Miramovich nechta tadbirkor nechta daromad olib keladi deb shu oy bo'yicha, yil yakuni bo'yicha Quvaga ham, Rishtanga ham yordam beramiz. Shuni sizga va'da beraman, hurmatli Shavkat. O'tiring, ularning 90 ming ish bilan ta'minlanmagan kamida 60-70 mingta oilaning dasturxoni to'kinligiga va ularning hayoti farovonligiga salbiy ta'sir qilyapti. Hozir faqatgina yuzada turgan ayrim raqamlarni keltirib o'taman xolos. Lekin shularning o'zi ham viloyatning iqtisodiyotining ahvoli qanchalik og'irlashganini ko'rsatib turibdi. Ushbu kamchiliklar uchun nafaqat mahalliy hokimliklar, balki hududlarning rivojlantirish rejalashtirish bilan shug'ullanadigan iqtisodiy kompleks va markaziy iqtisodiy moliyaviy idoralar rahbarlari ham birday aybdor. Joylardagi haqiqiy ahvolning o'rganmasdan kabinetda chizilgan chiroyli raqamlar bilan hisobot berishga o'rgangan iqtisodiy kompleksning avvalgi rahbarlarini aynan shu kabi kamchiliklar uchun shuningdek ularning tuzatishga umuman intilmagani, xulosa chiqarmagani uchun lavozimdan ozod etishga men majbur bo'ldim. Oyog'i yerdan uzilgani uchun. Mana shuni hamma bilish kerak. Hali bu bilan tugamaydi. Buni ham hamma bilish kerak. Yuqoridagi aytib o'tilgan kamchilik va nuqsonlarni tuzatishda tadbirkorlikning tubdan rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishimiz zarur. Iqtisodiy kompleksning yangi rahbari bosh vazir o'rinbosari Qo'chqorov rahbarligida ishchi guruhi tuzilib, viloyatning 2 ta katta shahri bo'lgan Qo'qon va Marg'ilon shaharlari misolida tadbirkorlikning rivojlantirish shu orqali aholining mehnat bilan bandligini oshirish imkoniyatlari va rezervlarini o'rganish uchun yubordik. O'tirib turing. O'rganishlar viloyatdagi tadbirkorlikning rivojlantirishning qo'llab-quvvatlash sohasida ham ishlar yetarli emasligi ko'rsatdi. Buning natijasida o'tgan yilda viloyatda 2,5 mingta kichik biznes subyekti tashkil etilgan bo'lsa, 2700 ta subyekt tugatilgan. Mana qarang. 2,5 mingta kichik biznes subyekt tashkil qilgan bo'lsa, 2500 ta tashkil qilingan. Go'yoki. Lekin 2700 ta yopilgan. Bu degani bironta tashkil qilmagan. O'rtoq hokim, o'rtoq birinchi muavin. Bu statistika to'g'rimi? To'g'ri. Birodari aziz, bizga Samarqandga shunday deyiladi. Birodari aziz. To'g'rimi? Nima o'zingni qiynamaysan? Ha? Sen o'ylama, u likillab hammang stolda o'tirasan deb. Men o'zim shug'ullanaman bu bilan. Mana senga 2 oy muddat bo'lmasa, sen ham ketayotgan joying ketasan. Kabinetda o'tirib likillab o'tirayotgan umuman tizim o'zgartirish, iqtisodiy kompleks xuddi fermerdan battar dalada yurish kerak. İzlanish kerak. Mana hamma iqtisodiy kompleks idoralari bo'sh. Privatizatsiya. Ha, xususlashtirilgan, o'zi bo'sh ham. Uni kim ishlatadi? Sizlar ishlatmasalaring. Janob oldingi rahbaring bir marta kelib Farg'onada shular ishlatganingda edi. Bu adolatdan bo'ladi. Likkillashdan boshqa jibalo yo'q, 8% dan boshqa. Bu xiyonat bilan teppa-teng vatanga nisbatan. Masalan, Qo'qon shahrida 403 ta kichik tadbirkorlik subyekti ro'yxatdan olingan, 519 subyekt tugatilgan. Kim sizda birinchi muavin, yangi hokim? Sanda kim rahmatulloh? Kim? Birinchi muavin kim? Qachondan ishlayapti? Nimaga bunday ahvol? Ha? Olib tasha uni ishdan. Tushundingmi? Yo tushunmadingmi?
Shundan muhtaram Sen tushundingmi viloyat hokim birinchi o'rin? Bugun o'rtasha Qo'qonda bunday men qancha haligilar aytdim, 3 yil o'tirgan narsa u hech bo'la qilolmaydi Qo'qonda o'tirgan bo'lsa. 3 yildan beri o'tirgan bo'lsa qo'ldan bola ham kelmaydi. Bu nima qani degan 403 ta kichik tadbirkor suv ro'yxati olinib 519 ta yopilsa. Bu nima? Qanday qilib odamlarni boqamiz ertaga? Kim buni ko'ndalang qo'yyapti? Sizni men bekorga Toshkentdan olib kelmadim-ku og'ayni. Ko'ndalang qachon qo'yasiz? Ko'ndalang. Kim soliqchi? Xo'sh, gapiring janob, soliqni kattakonni. Nechidan ishlayapsiz? Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich. 11-aprel kuni Qachondan ishlayapsiz deyapman. Menga undaqa balandparvoz gapim kerak emas. 22-mayda buyurishdi. Bu yilmi? Bizda boshliq bo'ladi. Bizda boshliq bo'ladi. Bu yilmi? Bu yil. Mana sen yangi ekansan, bugun xulosa qil. Prokuror, Assalomu alaykum, hurmatli. gapir. Nima demoqchisan? Qanday odamlarni boqish kerak? Nima o'zingni qiynamaysan? Qani nazorat? Eng katta nazoratchisan-chi, nima chaqirib hammani chaqirmaysan, bunday qilmaysan? Nima birinchi o'g'lni chaqirib jinoyat javobga tortmaysan? Kim boqadi xalq deb, kim so'rash kerak? Barcha e'tirozlar. Nima so'qqa so'ramaysan? Sana nima umidlar bilan olib bordik yerda? Kecha olib bordik-ku yaqinda sen. Shunday. Nima so'ramaysan? Senga bir oy muhlat, bir oy. Men o'zim nazoratga olaman. Agar o'zingni qiynab, mana shu tadbirkorlik deb yelkangga ko'tarib yurib, mana shu hamma narsani joy-joyiga qo'ymasang, mana bugungi yozayotgan xatimni men o'zim senga chora ko'raman. Xo'p, bilan. Podpolkovnik ham ko'rolmaysan ki, o'tiraman. Men xulosa qilaman. Diqqat, tezkor va muhim xabar. 2022-yil bolalar puli, moddiy yordam va ijtimoiy nafaqalar kimlarga berilmaydi? Shu haqida rasmiy xabar. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tinglovchilari. Mo'jizaviy olam kanaliga xush kelibsiz. Bizning kanalda tezkor va siz uchun kerakli bo'lgan xabarlarni birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vazirlar Mahkamasining 654-sonli qarori aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq bolalar puli, moddiy yordam va ijtimoiy nafaqalar qachon rad etilishi mumkin? Oilaning har bir a'zosiga belgilangan me'yor, ya'ni daromadi 440 ming so'mdan yuqori bo'lsa, ushbu holatda ariza rad etiladi. Er yoki xotinining nomida 2 va undan ortiq ko'chmas mulki yoki 1 va undan ortiq noturar joy binolari nomida rasmiylashtirilgan bo'lsa ham, ushbu holatda ham arizalar rad etiladi. Ariza bergan fuqaroning o'zini nomida va birga yashaydigan oila a'zolari nomida avtotransport vositasi bor bo'lsa ham, ushbu fuqarolarga ham ijtimoiy nafaqalar tayinlanmaydi. Bundan tashqari vaqtinchalik ishsiz nafaqasini olayotgan fuqarolar bo'lsa ham, ularga ham ijtimoiy nafaqa tayinlash rad etiladi. Nafaqani tayinlash yoki rad etish to'g'risidagi qaror inson omilisiz yagona reyestr orqali avtomatik tarzda hal qilinadi. Bugungi kunda ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimiga 16 ta vazirlik va idoralarning axborot tizimlaridagi 45 turdagi ma'lumotlar elektron joylashtirilmoqda.